Dada, men ishlarimga aralashavermang dedim-ku. Yosh bola emasman sizga. Ha, tinchlikmi? Telefonni o'chiring uka. Hozir telefon qilaman dada. Siz hozir dadangiz bilan gaplashdingizmi? Ha, nima deysiz? Uka, Xudo meni ko'zimni ko'r qilib yaratgan ekan. Lekin meni xo'r bo'lmasin deb menga ko'zlari ochiq zurriyot berdi. Qizim topib bergan yo'llardan yurib, mazza qilib yashayapman. Agar qizim ko'rsatgan yo'lda yurmasam nima bo'ladi menga uka? Nima bo'lardingiz? Halokatga uchrashdi. Ha, sizni qalbingizni ko'zini ko'r qilib qo'yibdi-ku. Siz ham dadangiz ko'rsatgan yo'lda yurmasangiz halokatga uchraysizda uka. Buni qachon tushunarsiz? Aqlli. Qizim, Dadajon. bularni kim deydi bilasizmi? Kim? Bizni ko'r deyilsa, bularni ochiq ko'r deyiladi qizim. Dadajon, Abbay qizim. kamalak chiqdi. Yo'q, juda chiroyli bo'lsa kerak, qizim. Ha, juda chiroyli. Qizim, menga ta'riflab bering.